Bu videoni ayollar ko'rmasin, chunki bu temani faqat erkaklar tushunadi. Men hozir Avtomaster uz do'koniga kelganman. Bu yerda avto uskunalar sotishadi. O'zi nimalar bor, qisqacha ko'rib chiqamiz. Ramazonga zo'r skidka qilishayotgan ekan. Aporni tachit qiladigan far ligirovka apparat va motoriz korobkachi okalarimiz uchun instrumentlarning har xillari bor. Radiator chiska qiladigan apparat, korobkani moyni almashtiradigan apparat, konditsioner freon almashtiradigan apparat va moy almashtiradigan apparatlar ham bor. Original Devol, shrupoy, drill, bolgarka, xullas polirovka apparat, elektronli, batareyada ishlaydigan hammasini shu yerda o'zidan olib keladi. Ключ nabor, teleshka, 1000 xildan oshuv instrumentlar. Podyomniklar 4 tonnagacha ko'taradi. Shina montaj uchun razval, balansirovka, balon yamaydiganlar hammasi ichida. Kastopraf okalarimiz uchun svarishniy apparat, miatinachi, pachoq chiqaradigan okalarimiz uchun полный mana shunaqa nabor и lampalargacha olib kelib qo'yish. Diagnostika apparat, benzin dvigatelli, даже elektromobillarga batareyasini balansirovkalarni qiladigan apparatlar ham bor. Sammoyka va avtomoyka yurg'izadigan okalarimiz uchun karcherlar, plisoslar, ximikatlarni ham hammasini Avtomasterdan topsanglar bo'ladi. Chegirma nimadan iborat? Okalar qaranglar, 10% dan 15% gacha barcha uskunalarga chegirma qilishgan, undan tashqari bonuslar berishgan. Qolgan ma'lumotlarni shu yerda nomer turibdi yoki profilga kirsanglar, to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bu videoni bizga o'xshagan jaydari usta aka-ukalarga tashab qo'yinglar. Imkoniyatdan foydalaning.